Assalomu alaykum aziz muhtaram qarindoshlar. Hammanglarga Allohning salomi bo'lsin. Bugun Rahmon Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan boshlanadigan bu so'zimning temasi o'rgatilgan chorasizlik va uning mexanizmi. Oldingi so'zimda qarindoshlarga düşmanlarimizning bizni ba'zi qiziq nuqtalardan sovutish, diqqatimiz markazlashgan nuqtalardan diqqatimizni taqitish yoki chalangushlash uchun ba'zi psixologik o'yinlarni o'ynaydiganligini, suyuqlantirish ilib boriladiganligini deb o'tgandim. Ya'ni suyuqlantirish ba'zida oshkora qarashtirishga bo'lmaydigan va oshkora qarashtirilsa texim adab ketadigan masalalarda suyuqlantirish usuli qo'llanildi va ba'zida oshkora qarashtirishni bir qo'ldan va suyuqlantirishni yana bir qo'ldan elib berish mumkin. Bu o'yin shu anda üstümüzde o'ynalyotidi. Bununla alayda diqqatinglarni tortaman. Endi texmi umumlashtirishga urinilayotgan yana bir psixologik hujum turi o'rgatilgan chorasizlik. Bu haqda to'xtalamiz. Aldı bilen köpçülükке şunu esıltımen, normalde biz turmuşumuzda özümüz kılışka intildiğen, kıysan bulatdı deydiğen. Ama her xil sebepler bilen neme için de kılanmagan bazı işler hakkında daim bir vicdan azabı, günahkarlık duygusu tarafından işkence kılınımız. Acep kılanmadım, şunu kıysam bulup da acep kılanmay kaldım dep öz üzümüzni vicdan sotuda sotlap kalımız. Bu insanın tabi psikolojisinde bo'ladigan bir xil qo'zg'alish, instinkt. Endi yana shuningga qarshi holda insonda yana bir o'zini qo'g'dash mexanizmi bosh ko'tarib, shu qilsam bo'libdi, ammo qilolmay qoldim, ajab qilolmay qoldim deb ichimizda azoblangan shu ishga qarata bahona topadigan bir mexanizmi bor. Yani bu mu bir tabiiy qo'zg'alish psixikadagi, yani uni mundaq sababdan qilolmadim deb öz o'zimizni bezlaymiz, öz o'zimizni paypalaymiz, öz ruhimizga tasalli topishga urinamiz. Deylik-ki, bir vatanparvar, millatini sevgan bir Uyg'ur milliy mustaqillik hareketlari uchun qilinadigan bir faoliyatga qatnashanmagan bo'lsa, uningda ashundaq bir gunohkorlik tuyg'usi bosh ko'tardi. Tabiiy holda. Ajab qatnashanmadim. Yoki umuman bir ish qilsam bo'libdi. Shu vatanim uchun, millatim uchun bir ish qilsam bo'libdi. Ajab qo'limdan bir ish kelmadi. Hech nima qilib beramadim bu millatga deb öz o'zini sotlaydigan bir xil ruhiy holatmi tug'iladi. Uningmi inson yana o'zini qo'g'daydiganga bir muncha tasalli tepishga tayyor. Yani ona manda sababli. O kuni ishlab qoldim, uning uchun qatnashanmadim. Yoki o kuni kasal etdim, ya balam kasal etdi, uning bo'lmas qatnashdim deb öz ruhini ta'pilaydigan.
yana bir mexanizm baş getirdi insanın ruhida. Bu normalda kılmakçı bolup kılanmagan işlerge karta insandaki bir xil özünü kogdaş tuygusu. Endi yana hiç kılanmaganıdan içinde kallamı. Endi ben okumagan bir adamken ben. Menin ya bilimim bolmasa, ya pul yardım kılay desem, ben bay olmasam, hiç kim kıpırenmedi, Allah keçire dep, onu öz-özüge teselli tapıdı. Üzünün ruhunu üzü päpileydi. Günahkarlık tuygusunun kutuluş kıtırışı. Bu insanın ruhu mana şunda murakkep. Endi bugünkü temamiz ügütülgen çarəsizlik. Ügütülgen çarəsizlik degende men bu çarəsizlikni ügütem da adamga. Çokum bunun bir galatlik his kıldanlar. Bunu yotoq urupla tepipdi bu dep oylaganlaryňlar boluşy mümkin. Ama ügütülgen çarəsizlik psikologiyadaki bir tür, bir tadqiqat türü ve bir atalgı bu. Bunu düşünüş için ve bunu biz özümüzün hayatıga tatbiq kılış için men iki misal görüstümen. Bu misallarını men ilgiri kitaplarda tilga aldım menimçe. Belki bunun da tilga algan boluşum mümkün. O kitaptaki bir makalada bunun misalını tilga aldım. Bu men oylap tapgan misal mı emas. Qarindaşlarga tunuş tuyulsa eğer meni taklitçilikde ayıplımısın. Bu umumen muşa ahti gep bolgan wagtida psikologlar asasen okşaş tilga aladigan bir misal. Birinci misal, eğer siz bir çeketkini tutup elip, tirik tutup elip, bir eynek kaçığı selip, üstügümü bir eynekni yefip koysanız, bu çeketki degen bir şäpini anlagan zamat yak adamның karısyny köýgen amatla sekreydigan nime. Onun mevcutlukyny bir ýerde turganlykyny köre-kömeýle, onu közge ilişmeýle dıňňyda ýoklap gidip sekreydi o. Çeketki degen sekreydigan nime. Enda tutup koýamaýdygan. Endi o eýnek kaçynyň içigi onu solap o üstüne eynek bilen yefip koygandan keyin o etrapdaki hemme näsini körep tura alganlyk üçin üzün talada da his kılışı mümkin. O halda o sekreydi. Ama hemme tarap itik bolganlyk üçin ýene jaýyga düşýärdi. Bir sekreydi. 10 qetim sekreydi. 100 qetim sekreydi. 1000 qetim sekreydi. 10.000 qetim sekreydi. Ahir nim buldu bu? Bu eynek kaçada ekenligini, bir tosalgının içinde ekenligini bildi. Ve bu yerden çıkıp gitemmeýdiganlygyga tamamen kanaat keltirgenden keyin özüni çarəsizlik mahkum bolgan dep hesaplaydı. Şunuň bilen sekreşden toktaýdy. Sekreşden toktagandan keyin üstüdeki eynek kaçını ele verseňizmi sekremeýdi. Sekrep erkin haletke çıkıp gitişke çarəsizmen dep oýlaýdy. Bunun bu çarəsizligi ügütülgen çarəsizlikdir. Ügütülgen çarəsizlik. Yani tekrarlangan, sansız qetim tekrarlangan hareketning, urunuşning maglup boluşu bilen onun kallasida öz-özüden başkalar toğurdan toğura
ügütüp emas, öz-özüden şekillengen bir oy çıkıp gitemeydikenmen degenden ibaret. Bu ügütülgen çağrısızlık. İkinci misal. Fil. Quruqlukda yaşaydigan hayvanlarning, canlıq mahluqlarning eng yoğunu. O yoğunuğa vaqtida bir qancha tonna egirlikça yetadigan, agar bir mashinaning ustiga bir dassa, aşı mejiplamaqcha aytib o'toladigan darajadagi kuchli bir hayvon. Buni hammanglar bilasizlar. Gerçi biz filni canlıq görüp bakmadık, şunda olsa bu kinolardan görümüz ve onun hakkındaki uçurlarını köp okumuz. Endi bir fil balası yeni tug'ilgan vaqtida uni bir kichik daraxtga bog'lab qo'ysangiz, u o'rnidan turib bu yoqqa mangmoqchi bo'ladi-da, mangmoqchi bo'lganda ag'amchi tortiladi ve o menib ketolmaydi. Shuning bilan daraxtning tubiga cho'kib yotadi u. Pat-pat turib ketmoqchi bo'ladi, bo'ynidan tortilgandan keyin ag'amcha yoki putidan bog'langan ag'amcha bu daraxtning tubidan ketolmaydi. Bu vaqtning o'tishiga ergishib, kun sari yo'g'inaydi fil. O 4 tonna, 10 tonna ig'irlikdagi büyük filga aylangan vaqtidami bu kichigidan ügütilgen bu çaresizlikka ko'nikib, aş kadar kudretlik bir canlıqqa aylangan vaqtidami bir hamlada o daraxtni jiltizidan qo'mirib o'toladiganlik qudrati bor. O ag'amchini uzib o'toladi, hatto zanjiri bo'lgan taqdirda uzib o'toladigan qudratga kelgan chog'dimi bu ügütilgen çaresizlik tufaylidan aşı yetelep ekilip yana hali daraxtning tubiga kelib bog'lasangiz, u urinmaydi o vaqtda. Urinmaydiganga ko'nib bo'lgan. Bu aşı daraxt zanjir yoki ag'amcha bilan shartlanganda, demak bu narsa putimga yoki bo'ynimga bog'lansa va bu daraxtning tubiga kelsa, men boshqa yoqqa ketolmayman deganga ko'ngan. Shuningga shartlantirilgan. O tufaylidan u ash qudratli holatdami daraxtni qo'mirib o'tishga kuchi yetadigan, zanjirni uzib o'tishga kuchi yetadigan turibmi urinishdan voz kechadi. Bu ügütilgen çaresizlik. Xitoylarning bo'libmi kommunist Xitoylarning hokimiyatidan keyin Uyg'urlarga izchil qo'llanayotgan yana bir psixologik hujumi bu. Bizni çaresizlikka ügütish. Xitoydan qutulishga amal yo'q degan qarorni chiqarg'izib, qayta urinmaslikka ko'ndirish. Bu ügütilgen çaresizlik hujumi bugun vatan ichidami, vatan sirtidami izchil davomlashayotgan hujumlarning biri. Qarindoshlar, bu misollardan keyin cho'qim ba'zi ishlarni his qildinglar. Va haqiqatandami Xitoylar tarafidan bir çaresizlikka ügütilayotganligini cho'qim his qildinglar. Endi nurg'un munofiqlarning hech vijdon azobi tortmasdan, hech nomus qilmasdan Xitoyga ishlashlarining sababimi o'z-o'zini gollaydiganga, xuddi eng boshda deganimizdek bir ish qiyg'isi bor, qilolmaganlar yuragida paydo bo'lgan
gunohkorlik tuyg'ularini pəpilab, o'ziga tasalli berish uchun bahona topganga o'xshash, munofiqlarmi o'zining bu numussiz sharmanda qilmishlari uchun buni bahona qiladi. Ya'ni chorisizlikni. Aslida bu haqiqatanmi mavjud chorisizlikmi? Tabiiy chorisizlikmi? Yoki o'gitilgan chorisizlikmi? Buni bilmek lazım. Tabii ki bu o'gitilgan chorisizlik. Ve munofiqlar mana bu chorisizlikni bahona qilib o'z-o'ziga tasalli aytadi. Bo'g'liqimiz bo'ldi deydi. Kelgan yerimiz bu, manzilimiz. Düşman o kadar kudretlik. Biz o kadar aciz. Onun üstüge o kadar terbiyesiz, o kadar sapasız. Andak iken bu akmagan işinin keynidi jürgenge göre endi hocamның etini sugar, pulunu al degen pədide bu Xitayның degenige hədep uşak bir işini mani qıl dis qılıp cenimni vaqqıным evzel degen bu bahanını tepip özünün vicdanını uxultudu. Onun bilen bu işlerini kılıdı. Biz köp Allah'da tasavvur kılanmayız. Qandaq vicdanı götürdü bunu. Ya özünün milletini, ecdatlarının milletini bu Xitayga septip, Xitayga yardamlaşıp bunu tügütüşüp birdiğanqa qandaq vicdanı çydaydigandı. Bu vaqtda jiqqa gap qildik. Munofiqlikning anatomiyasi haqida o mavzuda dedik bunu. Umuman ba'zilar o'zini real o'ylayotgan hisoblaydi. Endi bizdek bu ishqi eshiga inson balasining ko'zi yetmaydigan darajadagi bu qiyin ishning keynida davomli yurdiganlarni ahmoqqa chiqardi. Aqmagan ishning keynida umrini tugatadi. Ömür baribir tugaydi. Xitoylar tarafidan ta'min etilgan o qasr, o büyük baxt saadetning ichida yashaganlar uchun ömür tugaydi. Turmudikilar uchun ömür tugaydi. Endi inson balası qanday yashashni tanlayolmaydigan ahvolga tushib qolishi mumkin. Qanday yashashni tanlash huquqi qo'lidan elib olingan bo'lishi mumkin inson balasining ba'zi vaziyatlarda. Ammo buningla bilan inson balasining tanlash huquqi tamoman tugab ketgan bo'lmaydi. İnsanda eng oxirgi bir tanlash qoladi shu chaqdimi. U bo'lsa-mu qanday o'lishni tanlaydigan bu huquqni hech kim ele olmaydi. İnsan qanday o'lishni yanada tanlay oladi. Munofiqlarcha o'lish yoki qahramonlarcha o'lish. Xitoyga g'alchilik qilib umrini oxirlashtirish yoki aqsin aqmasin Xitoyga qarshi turib umrini oxirlashtirish. Buning birini tanlay oladi. Şunlaşqa bundaq çaresizlik tergibati. Çaresizlik haqida insonlarni soğutishga tirishadigan ba'zi apaşkarı soğutishga tirishadigan ba'zi odamlarmi bor. Hayotimizda bundaqlarga duch kelamiz. Aqmaga ish. Baribir kuchimiz yetmaydi. U qadar qudratli do'stlar. Bu o'z-o'zidan bo'layotgan gap emas. Vazifelengen adamlarning bu çaresizlik teşvikatını bisimizni sinab beqish uchun oshkora da'vatgan vaqti bu. Aslida bu unda oshkora deyilmay bizni mag'lubiyatlarga tushundirish orqali aqidin
1000 qatımlıq urinish, 10,000 qatımlıq urinishimizni gumron qilish orqali özümüzün kallasida, özümüzün içida, özümüzün oy xiyolida paydo qiladi. Asli asosiy metod bu. Bizde özümüzde paydo bo'lishi kerak bu. Andan bu texmi sabit bo'ladi. Texmi jiltizi mustahkam, jiltizi cho'nqur bo'ladi. Xudo uni boshqalar o'rgatgan bo'lmay, özümüz bu hayotning tajribalaridan xulosalab chiqqandek uningga sahiplanamiz. Bu çaresizlikka. Ama bu amaliyotda o'rgatilgan çaresizlik, qarindoshlar. Bugun uzun ishlash jarayonidagi herib kerakdan chiqqan bir holatimda bu temani shunchalik tunishtirib qo'yay. Endi izlanguchilar ko'proq izlanib baqsanglar. Men burunmi dedim, men faqat yipuvchi yuribman. Bunun o'zilla bilim emas. Bilim degan bunda olmaydi. Bu yipuvchidan foydalanib maxsus izlanguchilar agar psixologiyaga qiziqadiganlar bo'lsa, men psixologiyaga oid kitoblarni maslahat beraman. Mening o'zimninki uqqan va bilganlarimga asosan va boshqa psixologiyani texmi atrofliq tadqiq qilgan qarindoshlarimiz texmi ko'p manbalarni ko'rsatishi mumkin. O'tganda qarindoshlarning talabiga binoan esimda qolgan bir qancha kitobni tunishtirdim. Shuni tepib o'qib baqinglar. O'qib baqinglar qarindoshlar. Kechgacha bu internetning beshida o'tirib, uning bilan masaj yozishib, buning bilan xat yozishib, aningga salom berib, maningga inkas yozib, aningga bash barmoqni chiqarib, bunday hayotni o'tkazsak, bu millat qutulmaydi qarindoshlar. Biz bu çaresizlikka patirildik. Onun için tirishib baqaylik kichkina. O'zimizni isloh qilishga tirishaylik. Bu isloh qilish Facebookda o'tirish bilan bo'lmaydi bu. Mening va yana birining bu yerda deb qo'ygan bir necha og'iz yipuvchi, uchur turidagi gaplar bilanlar bilimli o'g'ilmaydi. Bilim izlanishning mevzusi bu. Onun için bilim Allah'ın nazarida, Allah'ın dergahida bekme kıymetlik qarindoshlar. İlgirimi dedim, Allah baylıqni o kadar güzgilip ketmeydi. Baylıqni. Onun için Kur'an'da biz xalığın bendelerimizge hiç qanday ecr mehnatsizla nurgun baylık ata qilamiz dedi. Ecr mehnatsizla. Ve bu turmuşumuzda körüldü nurgun. Biz bunu ko'rgan, bunun şahit olganlarımız bu hayatta. Bir eski tanlıqtın tasadüben bir ko'zi tep kalırsız, o ko'zunun içinde lıqtıllah olurdu. Hiç ecr mehnatsizlam bay olursunuz. Ama bilimni onda bir ko'zunun içinde tep bağlanmaydı qarindoshlar. Ve Allah'ın bu haqda hiç qanday va'dasi yo'q. Ecr mehnatsizlam bilimni birimiz bilim ata qilamiz degan va'dasi yo'q. Allah xalığın bendisiga bilim ata qiladi tabii ki. Ama onu o baylık ata qilgandek ecr mehnatsiz ata qilmaydi. Tirish kerak. Buningdan qaragan vaqtida baylıqni ecr mehnatsizmi ata qiladi ekan ba'zilarga. Hammadan emas. Amma bilimni ecr mehnatsiz ata qilish haqida hech qanday va'da yo'q. Demek bu bilimnin Allah'ın nazarındaki o'rnining yuksakligidan.
uni nabaqaga o'tadigan nima emas degan bir ma'noni buningdan anlaymiz. Onun uchun qarindoshlar ash tizimli kitobni bir o'qib tugatsanglar, uningdan keyin yana men bir 10-20 kitobning ismini deb bersam, uni bir o'qisanglar, uningdan keyin yana 5-20 tizimini bersam, uni bir o'qisanglar. Ve bizning aramizda o'rtaq bir til hosil bo'lsa. Hozir bizning aramizda o'rtaq til yo'q, qarindoshlar. O'rtaq tilda desa, siz Uyg'urcha so'zlashyapmiz, o'rtaq tilimiz Uyg'urcha deyishingiz mumkin. Bu yerda deyilayotgan o'rtaq til o emas. O'rtaq til insonlar orasida kechmishning o'rtaqligi, bilimning o'rtaqligi, tecrübelerinin ortaklığı olganda şekillendiğen bir eg'iz gapdan bütün sürüp bir hikayeni tushunadigan bir til bu. Aramızda o ortak til bo'lmaganligi uchun hatta men ba'zida nihoyatda umidsizlanib qolayotiman. So'ralayotgan ba'zi savollar va kelayotgan savollar, yezilayotgan ba'zi xatlar var. Yaxshi ko'ngillarga rahmat, ammo o kadar kishini umidsizlantirdi qarindoshlar bu. O kadar saviyasi tuvan, o kadar sapasiz, o kadar sapasiz. Ya yig'lashini, ya kulishini bilolmay qoladi inson. Bu ichinishlik sapa bilan qanday biz qutulamiz bu azoblardan? Qanday qutulamiz? Biz o'zimizni qutqizishga harakat qilmasak, Alloh bekardan-bekar qutqizib qo'ymaydi qarindoshlar. Qur'onda bu vaqtda aniq hodisa bor. Bir qavm o'z ahvolini o'zi o'zgartmaguncha Alloh uni o'zgartmaydi degan oyat bor. Onun uchun shu kitoblarni bir o'qib qo'yinglar qarindoshlar. Kitoblarni o'qib bo'lgandan keyin men palani kitobdan manda ta'sirat oldim. Mening bu ta'sirat olgan bu ta'siratim kitobning asli muddasiga uyg'unmi, uyg'un bo'lmabdimi deb yozinglar. Anandan keyin biz buni o'rtaq tushunishga tirishimiz. Ko'pchilikka rahmat. Alloh hammanglarni aman qilsin. Allah hammanglarga ilm ato qilsin. Oldi bilan men shu ilm ato qilishini tilayman sizlar uchun.